Meni sellamaydi. Chunki meni otam ham sellamaydi dedi. Haqiqiy baxtsiz odam ko'chadagi omadsizligini, ko'chadagi badbaxtligini uyiga ham ko'tarib olib keladigan odam. Safar qiladi odam, 5 kun, 10 kun uzoq bo'ladi. Farzandlarini sog'inadi. O'g'lini sog'inadi, qizini sog'inadi. Alloh taolo siz bilan bizni mana shunday qilib yaratgan. Farzandlarimizni yaxshi ko'ramiz, sog'inamiz. Ammo kishi ko'chadagi ishi bilan ovora bo'lib oilasiga vaqt ochmaydi. Bir kunchi shart yig'ishtiring ishni o'lib ketsin. Shunday bir peshin bo'lmasdan uyga kelingda bolalarga o'tiringlar mashinaga, bir aylanib kelamiz endi. Bo'lganmi bir marta shunaqa narsa? Shart do'konda yopdingiz, janini olsin, bir gap bo'lar. Shart mashinaga o'tirib, yuringlar bora, bir aylantirib kelaman sizlarni. Bugun kechgacha bir aylantirib keldingiz. Zo'r bo'lganmi? Kim xursand bo'lgan bundan bilasizmi? Siz o'zingiz ko'proq xursand bo'lasiz. Chunki bolalar his qiladi, biz kerak ekanmiz otamizga. Otamiz bizni tarbiyamiz bilan yoki bizga e'tibori bor ekan deb turib, bolalarni bosh osmonga umrini oxirigacha esdan chiqarmaydi. Umridan oxirigacha esdan chiqarmaydi. Lekin unaqa yo'q. Mana shu 1000 ta odamdan bitta odam qo'l ko'tariladi. Ish. To'rtta devorning ichida o'tiribdi. Toza havoga chiqdi, yuguradi, o'ynaydi. Shu oddiy ish bilan bolangizni qalbidan juda bir yuqori joydan joy oldingiz. Va bu qilgan ishingiz dunyoviy ish hisoblanmaydi. Oxirat uchun bo'ladi. Oxirat uchun. Mana qilib ko'ringlar-da. Shart olib borib keling-da, o'zingiz qanaqa saodatni his qilganingizni ko'rasiz. Maza qilasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizdan ko'ra birodarlar ishi tashvishi ko'p bo'lgan zot. Qarang, risolatni insoniyatga yetish kerak bo'lgan Allohning omonatdori, vahiyning egasi bo'lgan zot uyga kelardida 4 oyoqlab turib berardi. Nabiralari Hasan va Husayn yelkasiga minib, payg'ambarimiz ot bo'lib, tuya bo'lib ularni ko'tarib yurardi. Endi qo'l ko'tarib qo'yinglar. Nevaralarni yoki bolalarga shunaqa berib, turib yelkasida ko'tarib ot bo'lib berganlar. Maşallah. Bunaqalar ko'proq ekan, alhamdulillah. Bu arzonroqda bu. Ish tashlab kelishdan ko'ra yengil. Lekin shuni ham qilmagan ekan ko'pchilik. Bor. Dada o'ynaylik deydi. To'rga kirgan bolangiz. Bor deysiz, abad. Olib chiqmayman deysiz. Endi qayoqdan sizni yaxshi ko'rsin bu? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam har bitta hayotimizdagi ishda ibrat bo'lgan zot yelkasiga, kuragiga, beliga o'tkazib 4 oyoqlab yurib, tasavvur qiling Muhammad alayhisalomni. Ni'mal jamalu jamalukuma, ni'mal hamalani antuma. Tuyalaringiz naqadar yaxshi tuya va ikkingiz naqadar yaxshi minuvchisizlar deb ko'tarib yurardi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lida bolasini ushlab turib namoz o'qiganligi haqida rivoyatlar bor. Rasululloh sajda qilib turganida mana shu nabiralardan bittasi kelib yelkasiga o'tirib olganida imom bo'lib o'qiyapti payg'ambarimiz namozda. Rasululloh sajdadan turmasdan turaveradi. Sahobalar turishaveradi sajdada. Uzoq bo'lib ketdi. Shunda sahobalardan bittasi kalak ko'tarib bunday qaraydi. Nima gap ekan deb. Qarasa Rasulullohning yelkasida nabirasi o'tiribdi. Sajda qilgan holida. Nabiram yelkamga minib oldi, to o'zi qonib tushmaguncha dedi, bezovta qilishni xohlamadim deyapti. Qaysi ishda? Namoz o'qiyotganda qaranglar birodarlar, farzand tarbiyasi shunaqa muhim ekanki, Rasululloh namozini nima qilyapti? Cho'zib olsa cho'zaveryaptiki, lekin nabirasini ko'nglini sindirmayapti. Ya'ni ham biz bolalarimiz yuribdi-da. Meni bir birodarim bo'lardi, Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi. Otasi sizlab gapirardi shu bolam. Ko'chada shu birov bilan muomala qilsa, haligi o'ziga uverenniy bola edi, senlasa aytardi. Meni sellamaydi dedi. Chunki meni otam ham sellamaydi derdi.
Alloh rahmat qilsin, solih odam edi. Juda ko'pchilikning hidoyatiga sabab bo'lib ketgan edi. Alloh rahmat qilsin. Biz nimaga chaqiryapmiz? Biz har bir uy, musulmon odamning uyi islomiy xonadon bo'lishiga chaqiryapmiz. Har bitta musulmonning xonadoni jannatdan bir bo'lak bo'lishiga chaqiryapmiz. Bunaqa uyda muhabbat bo'ladi, mehr bo'ladi, oqibat bo'ladi, kechirimli bo'ladi, bag'ri kenglik bo'ladi. Agar musulmon odam uyini mana shunday holatga olib kelgan bo'lsa, ko'chadagi har qancha mashaqqat uyga kelgandachi esdan chiqadi. Dunyodagi har qancha mashaqqatni yengishlik unga oson bo'ladi. Agar uyni shunaqa qilib tarbiya qila olgan bo'lsa, aytinglarchi, biz e'tibor beramizmi oilalarimizga, farzandlarimizga? Ammo haqiqiy baxtsiz nodon odam kim? Ko'chadagi mashaqqatni uyga ko'tarib keladigan, bu ham yetmagandek uyi ham o'zi mashaqqat bo'lgan odam. Biz g'alva, g'am tashvish, siqilish, bunaqa narsalar har zamonda ham bo'lgan, lekin bizni davrimizga kelib turib bu narsalar ko'payib, tezlashib ketganga o'xshaydi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, sabr bilan, namoz bilan mendan madad so'ranglar. Albatta Alloh sabirlar bilan birgadir. Insonda boshiga musibat kelganda, qo'rquv kelganda, xavotir kelganda, vahima, siqilish kelgan paytda nima qiladi? Kimdir mana shu narsadan qutulish uchun ichadi. Kimdir chekadi, kimdir uxlab oladi, kimdir boshini qumga tiqib oladi. Mo'min odam nima qiladi? Alloh azza va jalla aytayapti, agar sizlarga mana shunday bir xatarli holat, qo'rquv, xavotir, vahima, siqilishlar keladigan bo'lsa, namozga turinglar. Birodar, agar qalbing torayib ketsa, ishlaring qiyinlashib ketsa, makr ko'payib ketsa, namozga shoshil, namoz o'qi. Agar kunlaring qorong'ilashib ketgan bo'lsa, tunlar o'zgarib ketsa, xavotirdan, qo'rquvdan dunyo ko'zingga keng bo'lib turib ham tor bo'lib ketgan bo'lsa, namozni o'zingga lozim tutgin. Chunki har bitta ishi siz bilan bizga ibrat bo'lgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam ayni shunday qilar edilar. Qiyinchilikka duchor bo'lib qolsalar, mashaqqatga duch kelib qolsalar, namozga turardilar. Badr kunida chodirda o'tirib Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namoz o'qidilar va Robbisiga duo iltijo qilib yolvordi. Alloh taolo Badrda g'alaba berdi. Alloh azza va jalla 1000 ta farishtani tushirdi. Xandaq kunida 10,000 kishilik mushriklarning qo'shini Madinaning shimoliga kelib to'xtadi. Musulmonlar sanog'i oz. 3000 kishi xandaq kavladi. Xandaqni bitirishiga 10,000 kishilik qo'shin kelib to'xtadi xandaqning u tomonida. 10,000 taga 3000 ta. Bu ham yetmagandek, Madinaning orqa tomonida turgan Banu Qurayza Rasululloh bilan ahdini buzib xiyonat qilishdi. Orqadan ham xavotir bor, oldidan ham xavotir bor. Mana qo'rquv. Mana shu paytda Rasululloh bilan xandaqni kavlagan 3000 ta odamdan 10,000 taga qarshi 300 ta odam qoldi. Oldi tomonda katta qo'shin, orqa tomonda Banu Qurayzaning xiyonati, ana xatar, ana qo'rquv, ana xavotir. Holat shunday bir tang ediki, bu holatni Alloh taolo o'zi ta'riflab berdi. Astagfirullah. Va iz zaghatil absaru va balaghatil qulubul hanajira. O'shanda ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan. Ko'z tinyapti qo'rquvdan. Jon tomog'iga, bo'g'izga tiqilib qolgan. Mana shunday bir xatarli o'rinda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga shoshildilar. Mana siz bilan bizga har bitta ishni ibrat bo'lgan Rasulullohning qilgan ishi. Biz ham hayotda siqilib, to'yib jonimizdan dunyo ko'zimizga torib ketgan bo'lsa, namozga turishimiz kerak. Ahvoling og'irlashdimi, ishing taraylashdimi, namozga shoshil birodar. Rasulullohga ergash, namozga shoshil. Rasulullohga ko'p salovat ayt. Mana shu narsa qalbingga nur olib keladi. Xursandchilik olib keladi, quvonch olib keladi va mushkulingni hal qiladi Alloh inshaalloh. Boyaga biz aytayotgan boshini qumga tiqib olayotganlar, ichayotganlar, ichdi, muammoni unutdi. Xo'p, masligi tarqadi. Muammo hal bo'lib qoldimi? Turibdimi? Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Ey mu'minlar, namoz bilan, sabr bilan namoz bilan Allohdan madad so'ranglar.
Agar birodar ustimizga xatar kelsa, xafargarchilikka duch kelib qoladigan bo'lsak, namozda rohat olishimiz kerak. Shunda namoz siz bilan bizni nafsimizni, ruhimizni, jonimizni oromi bo'ladi, xotirjamligi bo'ladi. Inshaalloh g'am tashvishlarni ketishlikdagi eng kuchli bizni qo'limizdagi qurol bu namoz. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam biron ishdan siqilsalar, biron bir ishdan tashvishga tushsalar, "Arihna bis-solati ya Bilal." Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantiring derdi. Ya'ni azon ayting, takbir ayting, namoz o'qiylik, bir maza qilaylik derdi. Bizni namoz o'qishligimiz bilan sahobalarning namoz o'qishining farqi ham shunda-da. Ular namozga xuddi bir dam olishga yoki bir orom olishlikka, sakinat olishga kelgandek kelishar edi. Biz namozga qanaqa kelamiz? Faraz qiling, tashqari sovuq bo'lib turgan bo'lsa, issiqxonadan chiqqisi keladimi tashqariga? Yo'q. Joningiz issiqda orom oladi. Endi chiqib ketyapsizmi? Demak, ichkarida joningiz orom olmayapti. Namozni tashlab chiqib ketayotganda shu narsa esimizda tursin, birodarlar. Namoz Rasulullohning ko'zlarining quvonchi, saodati va xursandchiligi edi. Agar biz salaf solihinlarning hayotini bir mutolaa qiladigan bo'lsak, nimani ko'ramiz? Ular ham ayni Rasulullohning mana shu yo'lini o'zlariga yo'l deb bilishgan. Musibat kelsa, xatar bo'lsa, itoatkor hollarida namozga shoshilishar edi. Shundan keyin ularning aql hushlari o'ziga kelar edi, irodalari tikkalanar edi, himmatlari asliga qaytar edi. Shuning uchun ustingga musibat keldimi, tahoratni qil, ixlos bilan namozga tur. Sabr, namoz seni ruhini tinchlantiradi, qalbingga xotirjamlik olib keladi. Mana solatul xavf. Ana shu namoz ham qo'rquv, xavotir bo'lib turgan banda o'qiladigan namozlardan. Mana hozirgi davrni odamlarga qarasak, ya'ni siz bilan bizga qarasak, odamlarning juda ko'pi stressga uchragan. Stress nima? Tushkunlik, vahima, qo'rquv. 21-asrning vabosi stress deydi. Psixologlar ham, tabiblar ham. Stress xotirjamlikning yo'qligi. Agar bir og'iz so'z bilan aytish kerak bo'lsa, siqilgan, nervinli, asablari tarang, bitta gap kam, ikkita gap ko'p, sal narsaga jahli chiqib ketadi, sal narsaga otilib ketadi, o'zini kontrol qila olmaydi. Mana shu stress. Bormi shu narsa? Sen yashayotgan shahar qancha katta bo'lsa, stressing shuncha katta. Sen qanchalar kichkinaroq shaharda yashayotgan bo'lsang, stressing shunchalar kichkinaroq. Agar umuman shaharda yashamasdan chekka bir qishloqda, bir tog'da yoki sahroda yashayotgan bo'lsang, mana shu stressing ozroq. O'shuning uchun tolada ishlayotgan, tog'da qo'y boqib yurganlarda havas qilsa bo'ladi. Stress umuman yo'q. Hozirgi odamlar mana shu o'zini ichida to'planib qolgan stressni qana qilib yechadi? Savol, qana qilib yechadi? Ichadi. Chekadi qurug'ini, narkotikini chekadi, sigaretini chekadi, uxlaydi. Shu bilan shu stress yechiladimi? Yo'q. Ular shu qiladigan shu ishlari bilan muammoni unutishga harakat qilishadi. Ichadi, mast bo'ladi, esdan chiqib qoladi. O'ziga kelib qolganga o'xshadi, uyg'onsa muammo boboyidek turibdi. Qo'rquvni oldida, xavotirni oldida tuyoq boshini qumga tiqib olgandek, boshini qumga tiqishib oladi. Ular ishi shunga o'xshaydi. Xo'p, boshini qumga tiqib olding, ichib olding, chekib olding, sayib olding, bir hafta yotding, ichib. Shu bilan mushkula hal bo'ldimi? Yo'q. Tuyoq boshini shunday qumdan chiqarsa, muammo turibdi peshanasida. Mana shunday stress tufayli nafsiy kasallarga mubtalo bo'lgan hozirgi avlod bu stressdan qutulish uchun, bu mushkulalardan chiqish uchun namozga, masjidga shoshilish kerak. Endi qanchasi masjidga kelyapti bu avlodni? Stress sababli asabi tugagan, fe'li tarang bo'lib ketgan, muammolarning ko'pligidan zerikkan va ularda kamayish o'rniga ko'payayotganligini ko'rib, ezilib turgan bu odamlarga, bu zamonda odamlarga masjidga, namozga qaytishdek vaqti kelmadimikin? Allohu akbar dedingiz, takbiri tahrima deyiladi, birinchi takbir. Nima degani bilasizlarmi? Dunyoni hamma so'zi, ishi, fe'li, o'yi harom degani. Namozni takbiri harom qiladi dunyoni, namozni salomi halol qiladi dunyoni. Allohu akbar deganingizda siz
tilingizni, ko'zingizni, oyoqlaringizni, hatto harakatlaringizni dunyoga harom qildingiz, ammo hayolingiz hali dunyo bilan. O'shuning uchun bu namoz bizga huzur halovat bermayaptimikin? To'g'rimi? Allohu akbar deyishingizga nimalar keladi hayolingizga? Robbilarni rozi qilish uchun mana shu odamlar yuzlarini masjid tuprog'iga surtish kerak. Bu bilan avvalo o'zini nafslarini mana shu tinimsiz bo'lib turgan azobdan saqlab qoladi. Aks holda tomon bo'lishadi. Aks holda namozga qilib Allohdan bir yordam so'ramasa, mana shu g'am tashvishlari, asablari parchalab tashlaydi bularni. Bu narsaga insonning toqat yetmaydi. Qoida. Boshlar qatib, qalblar bezotalanib, siqilib qolgan holatda xotirjamlikni va osoyishtalikni qalb bilan, xushu bilan o'qilgan namoz beradi. Qalbingiz bilan, xushu bilan o'qiysiz, shu muammolardan qalbingiz qutuladi. Demak, mana shu mashaqqatlardan qutulishning bitta yo'li nima ekan? Namoz ekan. Chunki hamma ish Alloh taoloning qo'lida. Ustinga shu kunda bergan ham Alloh taolo. Qaysidir qilgan ishlaringga mukofot qilib berdi qo'sh tirnoq ichida. Endi olib qo'yadigan ham shu kunda Alloh taolo. Alloh muammoingizni hal qilishni xohlaganda, sizni yuragingizni siqib turgan, sizni qo'rqitib turgan, sizni shu muammoga tiqib turgan odam o'zi muammoni yechimini ko'tarib keladi. Agar talab qilingandaqa ibodat qilsak. Inson xushu bilan o'qilgan namoz bor yoki shunday o'qib qo'ygan namozi bor. Inson xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamlikni boshqa hech qayerda topa olmaydi. Qaytarib aytamiz, xushu bilan o'qilgan namozda topadigan xotirjamligini inson boshqa hech yerdan topa olmaydi. Birodar, xotirjamlikni, sakinatni, osoyishtaligini 3 ta o'rindan qidir. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Qalbingni xotirjam bo'lishligini 3 ta o'rindan ista. Namozda, Qur'on tilovatida, zikrda. Shu uchalasidan bittasida bo'lasan, senda biz aytayotgan sakinat, saodat bo'ladi. Qaysinisi doimiz bilan birga bo'la oladi? Zikr. Namoz bilan Qur'onga to'xtab o'tirish kerak. Ammo zikr doim. Zikr doim. Agar mana shu uchalasidan topsang, xursand bo'lib yashayver. Agar topolmagan bo'lsang, holing xarob. Eshik yopiq oldingda senda sakinat bo'lmaydi. Eshigini ochishga harakat qil. Yana Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'p salovat aytishlik ham mushkulalarni hal qiladi, muammolarni yechadi. Birodarlar, Nabiy sallallohu alayhi vasallamga Ubay ibn Ka'b aytdi: "Ya Rasululloh, qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovat bo'lsin? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. 3 dan biri bo'lsinmi sizga salovat? Qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Yarmi bo'lsinmi? Qiladigan duolarim hammasi salovat qoraymi yo yarminimi? Qancha bo'lsa o'zingga yaxshi. Unday bo'lsa, hamma duolarimiz sizga salovatga aylantirib qo'yaman" deganida payg'ambarimiz aytdilar. Unday bo'lsa, gunohlaring mag'firat bo'lishi, g'amingni ketishiga sabab bo'ladi, kifoya qiladi dedilar. Tinmay salovat aytib ko'ring-da. Qalbingiz yashnaydi. Mana shu bir oqsoqollarni ko'rasizlar-da, yuzida nuri bor. Unaqa ilmli emas ko'p ham. Unaqa dushanba, payshanba roza tutavermaydi. Hamma qatori, lekin qarasang doim zikrda yuradi tili. Ana shu zikr nur beradi insonning yuziga. Hayotiga osudalik beradi, sakinat beradi. Zikr. Birodarlar, qaytaylik namozga, zikrga, Allohning ibodatiga. O'zi biz istab topolmayotgan, qo'limizga bir to'lmayotgan dunyoni ham Alloh taolo to'ldirib qo'yadi. Biz boshqa kraniylarga pelamizni tutib yuribmiz-da. Boshqa hovuzlarda suv olamida paqirimizni ko'tarib yuribmiz. Tahajjud namozi. Tunni bir qismini uyg'oq o'tkazishing, birodar, yuragingni xotirjam qiladi, qalbingga sakinat olib keladi. Tunni bir qismida turib qiyomul layl, tahajjud namozini o'qishlik insonning qalbini xotirjam qiladi, unga sakinat olib keladi. Payg'ambarimiz aytadilar, agar banda tunda uyg'onib Allohni eslasa, so'ngra tahorat olib namoz o'qisa, o'zi tetik va qalbi xotirjam bo'ladi. O'zi tetik degani sog'lom bo'ladi jasadi, qalbi xotirjam bo'ladi degani. Kim? Qiyomul layl namozini o'qigan odam. Prechon bu, kechqurun turib uyqudan qolib namoz o'qisa shuna bo'ladimi? Seniki bo'lmaydi endi. Chunki sen ishonmayapsanmi Rasulullohning va'dasiga? Seniki bo'lmaydi endi. Kanu qalilan minal layli ma yahjaun. Alloh maqtaydi o'zini solih bandalarini. Ular
kechadan ozgina fursatgina ko'z yumar edilar. Va minal layli fatahajjat bihi nafilatan lak. Kechani bir qismida uyg'onib, o'zingiz uchun nafil ibodat bo'lgan namozni o'qing. Bu ishlar bekorga emas. Nabiy sallallohu alayhi vasallam vahiyni olib kelib, da'vatni avvalida ya ayyuhal muzammil qumil layla oyatini illa qolilasi tushmagan. Ey kiyimlarga o'ralgan zot, qumil layla, tunni qoyim qiling. Bir yildan keyin illa qolila degan qismi tushdi. Ungacha musulmonlar bir yil kechasi uxlamasdan namoz o'qishdi. Illa qolila keyin tushdi. Ya'ni tunni bir qismida uxlamasdan namoz o'qing, bir qismida uxlang degan bo'ladi. Ammo boyga illa qolila bir yildan keyin tushdi. Chunki musulmonlarga xavotir, musulmonlarga qo'rquv, xavf, Makka da holat qiyin bo'lganda qiyomul layl bilan musulmonlarning nafslari orom oldi. Qiyomul layl bilan joni orom oldi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Nima uchun bizning qalbimizda o'rga sakinat, xotirjamlik yo'q? Nimaga dollar o'ynab ketsa, kursi qaltirab ketyapmiz, adamani qilib tursa vahima bo'lib ketyapmiz? Nimaga yo'q bizda shu quvvat? Agar aqllarni ishlatsak birodarlar, namoz bizga berilgan katta ne'mat ekanligini tushunib yetamiz. Kunda o'qiydigan 5 mahal namozimiz gunohlarimizga kaforatligini tushunamiz. 5 mahal o'qiydigan namozimiz Robbimizning huzurida bizni darajamizni ko'taradigan vosita ekanligini tushunamiz. Yana bu namoz g'amlarimizni muolajasi ekan, dardlarimizni davosi ekan. Shuni bilamizmi? Namoz bizni qalblarimizni ishonishga, nafslarimizni rozilikka to'ldiradi. Mana endi namozdan, masjiddan uzoq yurgan ona odamlar bitta g'amdan chiqsa ikkinchisiga albatta tushadi. Bitta taynidan chiqsa ikkinchisiga kirishadi. Biridan ikkinchisiga ko'chib yuraveradi. Alloh taolo nima dedi ularni? Astagfirullah, fata'san lahum va adalla a'malahum. Bas ularga halokat bo'lur va Alloh ularning qilgan amallarini zoya qilur. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innalloha ma'as-sabirin. Ey iymon keltirganlar, Allohdan madad talab qilinglar. Nima bilan? Sabr bilan, namoz bilan. Birodar, boshingga mushkula kelsa, ustingga xavf kelsa, yuraging siqilsa, stress bo'lsang, tezda namozga shoshil. Namozga tur, Robbingdan sabr bilan yordam so'ra. Albatta, iymon birodarlar bu baxt degani. Haqiqiy baxtsiz insonlar kimlar? Haqiqiy baxtsiz insonlar iymon xazinalaridan, ishonch zahiralaridan mahrum bo'lgan muflislar. Muflis degani nima degani edi? Muflis degani bankrot degani, hech narsasi yo'q odam degani. Bundaylar dunyoda yasharkan doimiy suratda hayot